Halim opam bilan dastlabki ijodimiz shu ona haqidagi she'r bo'lgan. Onalar haqida juda ham go'zal qo'shiqlar ko'p yaratilgan. O'sha buyuk she'rlar, o'sha onajon kabam o'zing sensiz jahonni naqla, mashrabba g'azallari juda go'zal. Umumiy onalarimizni madh etuvchi qo'shiqlarimiz juda ham ko'p. Lekin bu qo'shiq ham shu umumiy onalarimizga, albatta bizani mo'tabar bo'lib qolgan hozir shu nima deydi, haqiqiy shunaqa bir erkalatadigan yoshdagi onalarimizni qo'shig'i bo'lgani uchun bu har qanday yoshdagi insonga ta'sir qiladi. Men onamga razm solsam, egik daraxtga o'xshaydi. Ro'yotku dunyosida yolg'iz bunaqa o'xshaydi. Ozg'in barmoqlarim, horg'in barmoqlarim. U ko'rpacha solgan to'ri senga yo'q taxtga o'xshaydi. Ozg'in barmoqlarim, horg'in barmoqlarim. U ko'rpacha solgan to'ri senga yo'q taxtga o'xshaydi. Ko'pchilik mehnati bilan yaratiladi. Ijodkor o'zini dardini, aytmoqchi bo'lgan gapini aytib yozdi. Shu bilan nima? Aytaylik, esidan chiqadi bu. U keyin kimni qo'liga tushadi? Qaysi kompozitorning qo'liga tushadi? Qaysi qo'shiqchini, qaysi bastakorni qo'liga tushadi? Qaysi qo'shiqchi unga murojaat qiladi? Bunga juda ham ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman. Mana shu ma'noda meni omadim kelgan. Respublikamizda juda mavqei baland kompozitorlari, bastakorlari murojaat qilishdi yoki sevimli qo'shiqchilarimiz ish boshlashdi. Bu qo'shiqlarda asosiy muvaffaqiyatni men shunda deb bilaman. Agar ularda nolalari bo'lmaganda edi, Gulbahor nolalari bo'lmaganda edi, Sulton Poshshani, Umida Mirhamidovani dardi yuragida bir haligi xalqqa aytadigan gapi bo'lmaganda bu chiqmasdi. Buni asosiy nimasini men shularni mehnati deb o'ylayman. Shu kundagi san'at yo'lda ketayotgan ko'p san'atkorlarimiz ham she'riyatni sevgan holda qo'shiqlariga chiroyli kuylar bastalab xalqimizga xizmat qilib yuribdi. Bu albatta bizni xalqimizni o'ta bizni milliy san'atimizga bo'lgan muhabbatini balandligi deb bilaman.